أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Biz bugün sözlemek bo'lganimiz Tanqihul usul fi ilmil usul namlıq Sadrul Şeria Ubeydullah ibn Mes'ud El-Mahbubi rahimahullah yazgan kıymetlik eser usul kitabı dersimizin 8. ders am hakkında sözlemekçimiz. Kadirlik sabaktaşlar, biz bugün am dersimizni başlaştığım burun kıskaça ilgili derslerini kıskaça tekrarlayıp öteyli. Musannif rahimahullah bu kitabını iki kısımga bölgen edi. Bu kitabını iki kısımga bölgen edi. İki kısmının birinci kısmını şer'i delillah hakkında, ikinci kısmını hüküm hakkında dep ayırgan edi. Birinci kısmını 4 rukunga bölgen edi. Birinci rukun kitap hakkında, ikinci rukun sünnet hakkında, üçüncü rukun icma hakkında, dördüncü rukun kıyas hakkında dep. Hem de şunun bilan kitap hakkındaki bo'lgan birinci rukunni ikki babga bölgen edi. Birinci bab, yani kitapni Kur'an dedik ku. Kur'an hakkındaki babni ikki babga bölgen rukunni. Birinci bab Kur'an'daki ma'ni ifadeleş hakkında, ikinci bab Kur'an'daki şer'i hükümni ifadeleş hakkında ikkiga bölgen edi. Hem de Musannif rahimahullah birinci babni tushuntirib, birinci bab ne 4 taqsimga bölgen edi. 4 taqsimga bölgen edi. Yani Kur'an'daki lafzidan çıkıdığan ma'na, Kur'an'daki bir ma'nini ifadeleş hakkındaki bu haqda 4 taqsimga bölüp, birinci taqsimni lafzning ma'niga qo'yilishi. Yani bir lafzning bir ma'niga tayinlanishi. İkinci taqsim o lafzning şu ma'niga ishlatilishi. Üçüncü taqsim o lafzning şu ma'nining oshkor bo'lishi yoki maxfiy bo'lishi. Dördüncü taqsim o lafzning o ma'niga qandaq usulda dalolat qilishi va qandaq ma'niga dalolat qilishi deb 4ga bo'lgan. 4 taqsimga bo'lgan. Bu har bir taqsimni 20ga bo'lgan edi. Har bir taqsimni 20ga bo'lgan edi. Yani birinci taqsimni, yani lafzining ma'niga qo'yilishini am, xos, mushtarak, muavval deb 4ga bo'lgan. O lafzining ashu ma'nida ishlatilishini haqiqa, majaz, sarih, kinoya deb 4ga bo'lgan. O lafzidan ma'nining oshkor bo'lishi yoki maxfiy bo'lishini zohir, nas, mufassar, muhkam deb 4ga oshkor bo'lish tarafini, maxfiy bo'lish tarafini xafiy, mushkal, mujmal, mutashabih deb 4ga bo'lgan. Undan keyin eng oxirdagi shu lafziniki ma'niga qandoq dalolat qilish va qandoq ma'niga dalolat qilishi va ma'niga qandoq dalolat qilishi haqida 4ga bo'lib, uni iboratun nas, yani buni iboratun nas, ishoratun nas, dalolatun nas, iqtidoun nas deb 4ga bo'lib 20ga bo'lgan edi. 20ga bo'lib bo'lgandan keyin Musannif rahimahullah hamda shu 20 qismni bizga birdan tushuntirib o'tmoqchi bo'lib, birinci qadimda birinci babga birinci bölümge xos bölümüne kelgan edi. Yani lafzining ma'niga qo'yilishi, bir lafzining bir ma'niga tayinlanishi degan taqsimdagi birinci bölümü xos bölümünü so'zlab o'tgan edi. Biz bundan burungi darsda xos bölümünü so'zlab o'tgan edik. Endi ikinci bölüm am bölümü. Xos, am. İkinci bölümü am bölümü. Hem degan biz am bölümüge keldik. Hem de hürmetli kardeşler, biz bu dersle başlaştın burun. Bu dersindeki umumi
bir mazmunini bir tushuntirib o'tib o'taylik. Amning hukmi qarindoshlar, amning hukmi fuqaha ulamolar 3 xil ko'z qarash kelgan. Xosning hukmini biz nima dedik? Qat'iy dedik. Qat'iy, xos qat'iy bunda hech qanday ixtilof yo'q dedik. Qat'iy dedik. Endi amning hukmi qat'iymi emasmi degan kelganda, buningda ulamolar 3 xil ko'z qarash kelgan. Birinchi xil ko'z qarashdikilar bular bo'lsa Ash'ari mazhabidagilarning ko'p sonligi. Bular amning hukmi nima desa to'xtab turish. Bir oyat kelgan bo'lsa, bir oyat kelgan bo'lsa, deganni qanday desam hamda keyin tushuntirib o'tamiz. Ya'ni hamma narsani shu degan so'z, ya'ni ko'plik shaklidagi so'z o'z ichiga oladigan narsalarning hammasini o'z ichiga olamdi yoki olmamdi degan masala. Bir narsani hammani o'z ichiga elish yoki olmaslik masalasida biz to'xtab turamiz. Yeni bir delil kelib, ma'am hammani o'z ichiga oldi. Delil kelmoqchi yoki ma'am hammani olmaydi, balki xos degan delil kelmoqchi biz bu vaqtda bu amrga amal qilmaymiz, shunda qolib qo'yish turamiz deydi Ash'ari mazhabidagilar. Endi ikkinchi xil ko'z qarashdikilar bo'lsa, bular Abu Ali al-Jubbai va al-Balxi, Abu Zayd al-Balxi. Bular ya'ni Mu'tazila mazhabidagilar. Bular qanday qaraydi desa, bu ko'z qarashdikilar xos nimaga ko'plik shaklda kelsa, masalan muslimun degandek ko'plik shaklda kelsa, musulmonlar degandek faqat 3ni %100 3ni atu. Ya'ni %100 3ni atu. 3ni olamatu. Agar cins shaklda kelsa, ismi cins deganda ilgirki dars tushuntirib o'tgandik. Ya'ni masalan masjidun, jabalun, shajaratun degandek hammasi, shajarun degan hammasi bu ismi cins şeylarning ismlari. Bunda maxsus bir narsaning emas, ismi alam degan boshqayna. Ahmadu, Muhammadu desak ismi alam bo'lsa, mesela masjidun desak, mazbahun yoki tariq yoki mesela jabal desak bular maxsus bir narsaning ismi emas, balki bir şeyning ismi. Bu ismi deb atagan. Mushuni ilgirki darsda bunda shartlar ambudu deganman. Agar ismi cins orqali ambalab qolsa, faqat birini atu. Agarda ko'plik shaklda kelgan ambalab qolsa, 3ni atu. Undan boshqa shaklda kelgan amla bo'lsa, undan masalan man va ma deganda ism mavsular orqali qilgan bir amla, undan boshqa shaklda kelib qolgan ambalab qolsa, u chaqda bu nima atu? U chaqda yeni bir dalil kelishiga qarab deydi Mu'tazila mazhabidagilar. Ya'ni Abu Ali Jubbai degan Mu'tazila mazhabining eng bosh kallasi. Üçüncü xil mazhab bo'lsa, bu jumhurul ulama, ko'p sonli ulama, ahli sunnat va jamoatning eng ko'p sonli ulamalari. Buningda bu ko'z qarashda Hanafi mazhabi bilan Shafi'i mazhabi ham usuldagi eng cho'ng ikki taraf, biri Hanafilar, yana biri Shafi'lar. Shafi'ning qatoriga qolgan Maliki, Ahmad, Hanbali mazhabiga kirib ketdi. Hanafilar bir tam, Shafi'lar uch mazhab bir tam muydamoqda. Ajab, ya'ni ahli sunnat ichidagi eng kuchli ikki taraf Shafi'lar, Hanafilar ikkiga bo'linadi. Endi Hanafilar, Shafi'lar bu haqda ikkinchisi o'rtaq qarash kelgan. Qanday qarash deganda o'z ichiga olmoqchi bo'lgan, ya'ni ko'plik shaklda bir kelgan bo'lsa, qanday shaklda o'z ichiga olmoqchi bo'lgan narsaning hammasini o'z ichiga oldi. O'z ichiga oldi. Unda to'xtab turmaydi, olmaydi emas, oldi. Lekin farqlardan Shafi'lar, Hanafining farqi, Shafi'lar deydi, o'z ichiga oldi, lekin zanni yo'l bilan, ya'ni o'z ichiga oldi erishdi, lekin bu xoslab qilish, hammani o'z ichiga olmay, ba'zisini o'z ichiga qilish ehtimolligi bor. Anda ehtimolligi bor holda oldi deydi. Anladın? Yani mutlak müjde ihtimal var. Şu sebepten eğer bir ahad hadis, yani bir sahabe, iki sahabeden rivayet kılınan ahad hadis kesmu, yani kıyas kep kasmu, bunda amne xas qaylandırır talaydı deydi o Şafii'ler. Lakin Hanefi'ler mi deydi o? Bu Kur'an'ın kelgen bu qat'iy yo'l bilan hammani o'z ichiga erishtirishga bo'lgan narsani hammani qat'iy yo'ldan o'z ichiga oladi. Buni anda xabar vahid bilan yoki qiyoslar bilan buni xos, amni xosga aylantirib o'tkazolmaydi.
Deydi mana bu şu bugünkü dersimizdeki umumi mezmunu. Endi bu işni biz tafsilatı çıkıp girimiz. Musannif rahimehullah deydi. Faslun hukmul ammi. Yani bu amның hükmünün bölümü deytemdi. Amның hükmünün bölümü. Xoş, amның hükmü nima? Biz xasның hükmünü bilip bolgan ilgili dersde. Xasның hükmü qat'i bolgan. Qat'i yani xas bir yerde xas mesela xas ayet gelse bunu çokum %100% amel qilish kerak. Farz bu to degan ma'kuz qarashni o'tirib qo'ygan. Endi amga kelganda amның hükmünü şöyle bilip boldim. Endi bizga tafsir edip bildi. Amның hükmü. Amның hükmü التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل لأنه مجمل. Amның hükmü bazılarının göz karşıda yani inde ammetil eş'ari diye eş'arilerin köp sağlıkının göz karşıda ne mi ise التوقف yani toxtab duruş. Onuğa ya am hemmin narsani ölçüşüge atu yoki am degan xas degan gapni demasdan toxtab duruş. Qachongacha toxtab tursa hatta yaqumat dalil. Yeni bir delil kelip onu ya xaslıqça ya amlıqça toxtab turuşdur deydi. Nemiş qamda bu delil keltirdim. Nemiş qanday deysiz dese li annahu mujmalun. Çünkü bu am degan mujmaldur. Am degan bu mujmal gap yani da nima emas? İniq gap emas. Am degan bu iniq bir gap emas. Bu mujmal gap bu. Deydi. Ondan sonra eğer nemiş mujmal oto? Nima bilab mujmal dediniz bu ne dese? Nemiş mujmal deydi deseniz li ihtilafi a'dadil cem'i deydi. Cem'i degan bir yani sigatul cem'i degan gap, cem'i şekil yani köplük şekil yani sözlerinin köplük şekli demek. Sözlerinin köplük şeklinin salları her xil bolganligi uchun deydi. Bizga o'xshamaganligi uchun. Buni degan gap desa, yani mesela köplük Arapçada köplük şekli var mesela. Köplük şeklinde mesela miqdar sanni ifade eden köplük şekillerden iki köplük şekli var. Cem'i qillat, cem'i kesret deb. Yani cem'i qillat degan mesela er-rical deganda mesela ricalun mesela anladın. Aflus degandek aflusun degandek mesela fulusniki falsniki cemisi aflus deb kelsa ma cem'i qillat o'tu. Ricalun rajulun cemisi rical deb kelsa cem'i qillat. Bu cem'i qillat qanchani ko'rsatadi? 3 dan tatib 10'gacha bo'lgan, ya'ni 3 dan tatib 9 ni ko'rsatadi. 10'gacha bo'lgan oylikni ko'rsatadi. Cem'i kesret desa mesela fa'il vazni mesela aflisni fulus desek aflis ne fulus desek falsniki cemisi aflis cem'i qillat. Fulus desek cem'i kesret. Fulus degan vaqtida 10 eng tuvani 10 dan tatib yuqorisiniki chek yo'q sonini birini chiqardi mesela. Mana bu sonlar biri demek biz cem'i degan ekanmiz. Mush sonlarning qasini bir cem'i kasb yerda. Mush sonlarning qasini iroda qilsak to'g'ri o'tdi mesela. Cem'i qillatda 3 dan tatib 10'gacha bo'lgan sonlarning qasini iroda qilsak to'g'ri o'tdi. Cem'i kesretda 10 dan tatib chek yo'q sonlarni iroda qilsak to'g'ri o'tdi. Shuning uchun buniki bir mavqasi bo'lmadi. Shuning uchun mujmal deymiz. Mujmal bo'lganligi uchun buni biz to'xtatib amal qilolmaymiz. Taki yeni bir delil kelmegüçe deydi. Bu birinci delili Eş'arilarning. İkinci delili deydi ve ennehu yuakkedu bi kullin ve ecma'a. Yani yeni bir delilimiz şu ki am kul ve ecma' degandek sözler bilan ta'kidlar bilan ta'kidlanadi deydi. Mesela Allah Teala'nınki kavlida mesela ve secedel malaiketu kulluhum ecma'un degan ayette mesela malaikelerin hemmisi bir yoluyla secde kıldı degan ayette içeride kullun ecma'u degan ikki gap bilan ta'kidlangan. Aşağıdaki malaika degan köpçük şekil. Yani bu am, köpçük şekil degan am degan gap hamdi. Usul istilahida köpçük şeklinde am deymiz mesela. Andın. Musannif dedi velev kana yani Eş'arilerin delili ve eğer am hemmini ölçüge bolgan hemmini ölçüge algan bolsa idi velev kana mustagriqan lemahtice ila zalik yani lema uhtice ila zalik dedi. Eğer am hemmini ölçüge algan bolsa idi şunu yani ta'kid keltirishga kullin ve ecma'u degandek ta'kidlar bilan ta'kid keltirishga ehtiyoji tushmaydi. Degan muhtoj bo'lmaydi. Uning ehtiyoji tushmaydi. Ha, ihtiyoç tushmaydi. Mana ikinci delil o da. Yani şu
perişteler biz perişteler secde kıldı dese hamma periştelerin bir adam secde kıldığını bildiren bolsaydı aşı malaike degan bir söz bildiren bolsa kullun ecmaune keltümetti. Kullun ecmaune keltümetti. Aşı bildirenmeganlik üçün keltidi onu. Deytuma ikinci delili. Bu delilge gelmeye cevap bergen. Kısa cevap edip gidelim. Bu delilin cevabı bir yerdeki bu melaiket bir yerdeki bu teknik keltirişinin sebebi ne kılışamaz? Onu bir malaike degan gapniki hamma periştelik dalalat kılanmaganlık emas. Malaike degan gap hamma periştelik dalalat kılatdı. Lekin o şu periştelik dalalat kılgan bilen bir ihtimal yani eğer bir adana delil aşı periştenin içinde bir secde kılmagan degenge bir adana delil kep kalsa o şu bir kısmı hasulap kılış ihtimallık koydu. Malum bilen kullun ecma'u degan mal, kulluhum ecma'u degan iki takit bilen o ihtimalma üzüp yo'qolib ketdi. Yani periştenin bir tane perişte kılışının ihtimali ebeden yo'qolib ketdi. Yani muhkam bo'lib ketdi. Yani amga nima bilan keltirib amga kullun ecma'u degandek ta'kidlar bilan keltirish nima qilish uchun amning darajasini muhkamga ko'tarish uchun. Buni nima qilish uchun emas, xoslashtirish nima? Uni am qilish uchun emas, balki am darajasini muhkamga ko'tarish uchun deb javob berdi. Endi 3-delili, Ash'arilarning keltirgan 3-delili ve li ennehu yuzkarul cem'u ve yuradu bihil vahidu. Yana 3-cü delilimiz şu ki şunun için am hemen öz içiga amaydı. Onun biz bir delil yapıp to'xtab turibmiz ki deydi. Yuzkarul cem'u cem'i zikr qilindi ba'zan yerda cem'i yani ko'plik shaklda zikr qilinadi. Ayet kirdi mesela. Ve yuradu bihil vahidu. Yani o köpük şeklinde birlik irade kılındı. Köpük şeklinde bir ayet gidiyor, lakin onundan birlik irade kılındı. Ben mesela bir misal getireyim. Allah Teala'nın kavli koşar mesela. Ellezine qala lehumun nasu innen nasa yani kad cema'u lekum diye ayet. Şu ayette Allah Teala en nas deb köpük şeklinde keldi. Qala lehumun nasu deb köpük şeklinde keldi. Lakin bu şu nasın irade kılgan iradesi fakat bir adamdı. O adam olsa Nuaym ibn Mes'ud el-Eşci'i degan adam idi. Adam idi. İnnen nas ikinci nas ahli Mekke idi. Endi bu qissa qanday qissa deb sanaq qissa shunda bitib ketayli. Ayni chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud jangida qattiq mag'lub bo'ldi sahobalar. Uhud jangida mag'lub bo'lgandan keyin Abu Sufyan ibn Harb Mekke'deki aksakalı Ebu Cehil öldüğünden keyin Bedir jangida Ebu Cehil öldü. Onun keyin Ebu Sufyan aksakalı oldu. Ebu Sufyan Harb Rasululloh bilan dişti. Uhud jangidan keyin. Amasi biz kilayili şu Bedir Suğra. Kichik Bedir'de biz mishaydi ko'rsatmiz. Askarlar mishaydi kilayili mishaydi jang qilamiz dishib qolib ketdi. Dishib qolib ketib andan shu kilayili shu jang vaqti yaqinlashib turgan chaqda Abu Sufyan qo'rqib dedi. O'zi qo'rqib, endi qanday qildik buni? Muhammad qo'shinlarni tayyorlab o'tgan urushamiz deb qo'rqib dedi. Qo'rqib Abu Mushaydikin Nuaym ibn Mas'ud al-Ashja'i degan odamga 10 dona tugib yeb, sen berib, ash Muhammad sahobalari degan Qurayshli adasiz qattiq Makka ahli qattiq qo'shinni to'plab, sizga urushga tayyorlab ketdi deb yurkiga qo'rqitsa deb avatdi. O anda deb badi. Mana şu vaqtida shu oyat nozil bo'lgan. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum degan shu oyat. Deydimda Ash'arilar mana shunday deymiz keltirib mana shu yerda an-nas degan gap ko'plik shakl aslida bu am asli bu. Lekin buningdan bir irada qilindi. Vahid irada qilindi. Shunda bo'lgandan keyin biz amni biz ko'p demaymiz. Xas mı diyemeyimiz takip delil gelmiş. Delil demiş fayda olsun çaldı biz onu. Xas diye öğretmez mesela Malik Nas'ını delil yaptı. Bunu biz xas diye attık diye Ash'ari'de. Hem de ma birinci xil göz qarashdik la. İkinci xil göz qarashdik lan söyleydi hem de. Ve indel ba'di yathbutul adna ve huwa thalathatu fil cem'i vel vahidu fi gayrihi dedi. Hem de bazılarının göz qarashda Yesbutul adna degan eng tuvini sabit bo'ladi. Yesbutul adna degan eng tuvini sabit bo'ladi. Eng tuvini bo'lsa jam'idagi jam'i bo'lgan amda yani ko'plik shaklidagi amda 3'tur. Vel vahidu fi g'ayrihi degan ko'plik shaklidagi boshqa amlar yani cins ismi jinsdan bo'lgan amda
birdir. Muşunda sabit butu. Li'ennehu'l muteyakkanu. Çünkü muşu cemideki en tüven 3 diginimiz ve ismi cinistadaki 1 diginimiz en cezimleşkini aşu. Şundan cezim kılar etmez. Deydu kem Ebu Ali el-Cubbai ve el-Belhi katarlık nime Mu'tezili ve felsefeciler. Yani bu ikinci yıl göz karıştı ki yani iki göz karışı. Anladın? Çünkü biz abaytın dedik o cemi kılletinin cemi iki yıl budu cemi sancayetki cemi kıllet cemi kesiret cemi kılletniki en ezi 3'ten 10. boğan sallarını 3'ü adı diyendik. Şu an o Mu'tezili koyduklar. Anladın? Bir yerde am köpük şekildeki am gelse mesela Müslüman de ayet gibi kalsa Müslüman de kalsa bir yerdeki şunu ölçüge atı. Bu şunu kanamı ölçüge atı. En tümü biz bile ayetkanımız şu ceminin en ezi 3'tür. Anladın? Eğer de bir yerde el mescid Ra'aytul mescid ve mescidi gördüm dese fakat bir tane kadar mescidi görgen budu. Onun belki mescidi görmegen budu. Diye mesela muşunda muşu en işence cezmi kılayetkanımız muşu kalan cezmi kılamayetkanı katan çıkıyor etmez. Am diyen muşunda da has budu %100 manda göz karıştı budu. Hem de ma birinci mezheptekiler olan yani Eş'ari mezheptekiler olan Mu'tezile'ninki farkını medrese birinci mezheptekiler bir hüküm kep olunca ya man amken ya ki has kendi bitiyordu. Yani bir hüküm kep yeni bir delil kep olunca. Lakin o ikinci mezheptekiler hüküm kâsını bunu da hasını onu uçuracak. Köpük şeklindeki ve ismi cinslerdeki ne amlarını bunu has koruyordu. Onun bilek men ve ismi mevzularına kelgen amlarını bunu saklap durdu. Bir delil kelgende onu kendi onu yaptığımızda. Hem de ve indana mesela İbrahim Avla deydi ve indana ve inde Şafii biznin göz karşımızda yani Hanefilerin göz karşıda ve inde Şafii ve İmam Şafii rahimehullah'ın göz karşıda yucibul hukme fil kul لأن العموم مقصود فلا بد أن يكون له لفظ يدل عليه dedi. Yani bu işkelendeki biz ortak kelgen göz karşımızda am yucibul hukme fil kul degan hemmisi hükümni vacip kıldı. Hemmisi hükümni vacip kıldı degan yani am öz içine aladigan şeylerning hemmisiga şu amning hükmü vacip bo'ladi. Anladın? Şu amning hükmü vacip bo'ladi. Mesela Allah Teala ya eyyuhellezine amanu degan bo'lsa, iman etgan zatlarda buyurgan bo'lsa, iman etgan zatning biri şu müminlerin biri muşu nidani çıkıp gidiyordu. Bir part ya iki part, bir şahs ya iki şahs kap kalmaydı. Hemiz tuluk girdi. Anladın? Nemiş kadit? Bunu delil getirip di ennel umuma hem de bizim ki delilini bir getirdi. Hem de Şafii Hanefi'ninki ortak tarafi amniki hekimli ölçü atkallığı okşaması tarafi Hanefi'ler kat'i yolu yani keskin atı. Keskin atı. Hiç kanda şek şübhi kaldı atı deydi. Şafii'yle şek şübhi bayağı kaldı atı. Atı lekin başka haslık bulap kılışımı mümkünçilik bayağı atı deydi. Bunda deydi. Ben okşaması tarafi. Az lekin okşaşı tarafi atı. Hemen ölçü atı degende okşaş. Yani bunu delil getirdi. Hemen ölçü atı degende. Birinci delil li'ennel umume ma'nen maksud fela budde en yekune lehu lafzun yedullu aleyhi. Çünkü am degen yani umumluk degen ma'nen maksud degen bir maksatlık bir ma'na bu. Adam maksatlık bir ma'nada. Bakın bir gapni bir adamning mesela bir gapni bir adamning ki köplük şeklinde Jack adamning ölçüge atkan köplük şeklinde çıkarışı bu degen bakın köplük şeklinde yapmaydı bir adam. Mesela adamlık yaptı dese bakın adamlık yaptı demeydi bir kimle. Yani bir adam boğanda adamlık yaptı deydi mesela. Bu mesela adam yaptı dese bu değil. Bir adam yaptı da koysa Allah sakıtan gibi. Ma'nen maksud yani bu maksatlık bir mana bu. Fela budda anda oğandakin la budda en yekuna lahu lafzun yedullu aleyhi. Şu maksat kıldıgan ma'nini köstedigan bir lafzı buluş gerek. Bir lafzı yani bir kılıp kuyulgan bir şu umumga dağıtılgan bir söz şekli buluş gerek. Tabii ki var. Mesela Müslim desek bir tane Müslümanı gösterse, Müslümun desek
bir müçe Müslümanlık göstereydi. Dünyada bütün Müslümanlık gösterdi mesela. Müslüman desek. Bunu til şekilde hem til koyulgan. Endi biyge müfretke Müslim dep keltigen cemiyge Müslüman dep keltigen mesela. Birinci delil ma til cihatki bo'lgan dalilimiz. Endi ma vad'i delil bilan aqli delil nima? Naqli delil o'tadimdi. İkinci delil endi. وقد قال علي كرم الله وجهه في الجمع بين الأختين وطعا بملك اليمين أحلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين الأختين. Şimdi Musanif rahimahullah diyelim. İkinci delil bizden ve Şafiilerinki, cemiyen ehl-i sünnet ve cemaatindeki delilimiz. İkinci delil boşkası Ali kerramallahu vecehehu mundaq degan deydi. Nima fil cem'i beynel uhteyni vat'an bi milkil yemini degan milki yemin bilan yani iqtidarchilik bilan yani xo'jayinlik sababi bilan vati qilib xo'jayinlik bilan yani vati qilib ikki bituqqanni ikki qiz qarindoshni bir nikohda jamlash haqida nima degan alaykumulloh va chu ahallathuma aya yani bu ikki bituqqanni bir nikohda jam qilish yani ikki bituqqan bir odam nima bo'libdi ikki bituqqan ikkinchisi dedekkan bunga nima bo'lib qolibdi bazan bir afsabtu ya shuniki xo'jayin bo'lib qolibdi kerak anda xo'jayin bo'lsa bu ikki bituqqanni ikkinchisini vati qila olamdi ikkinchisidan jinsiy munosabat o'tkaza olamdi deb savol so'ralganda alaykumulloh vajhu buni deb javob bergan. Bu masalada bu ikkilanni bir oyat Alloh taoloninki bir oyati halol qilgan. Bu Alloh taoloning "Aw ma malakat aymanukum" degan qavli, ya'ni sizlarning qo'llaringlar ega bo'lgan degan, ya'ni sizlarning igidorchiliginglardagi, ya'ni dedeklar, qo'l ostida degan sizlar ularning xo'jayini, ulardan dedekanglar bo'lsa, dedekanglar olsangiz bo'ladi. Alloh taolo Sura Niso'ning 3-oyatida فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم deydi. Yani sizlar ikki xotin olsanglar bo'ladi, 3 xotin olsanglar bo'ladi, 4 xotin olsanglar bo'ladi. Agar ularning orasida odillik qilmasliginglardan qo'rqib qolsanglar, ya'ni odillik qilmay deb qolsanglar, u chaqda birini elanglar. U chaqda birini olsanglar. Chunki ayollarning orasida adl qilish lozim. Adl qilmasa qiyomat kuni xafalık qatigan gap. Adl qilish lozim bo'lgandan keyin adl qilmasangiz birini elanglar u chaqda. Deb bo'lib, "Aw ma malakat aymanukum" endi sizlar 4 xotin deb bo'lgan bo'lsanglar, endi 5 ni olmadim islar. 4 to'xtab qolsizlar. Endi yuqorchak 4. Endi qo'l ostidagi dedek bo'lsa 4 xotin bo'lsinmi? Qo'l ostidagi qulog'ini egib bo'lganligi dedek bo'lsa hammada munosabat o'tkazsanglar bo'laverdi, sizlarniki nikohni o'tib ketadi degan mishadagi oyat alaykumulloh vajh deydi. Mushu oyat halol qildi. Chunki bu oyat o'sha sizniki qo'l ostidagi dedek bituqqan bo'lsa masalan halol. Agar ikkisi bituqqan bo'lsa halol. Agar ikkisi bituqqan bo'lmasa sizlarga halol deganni ko'rsatdi. Ya'ni oyatning ma'nosi am demakchi. Ma harfi mishadagi am mishadagi. Kalimat ma degan so'z mishada am. Alaykumulloh vajh demakchi. Undan keyin va harramathuma ayah. Bu ikkisini, yani bu ikki ayolni, ikki bituqqanni bir nikohda jam qilishni, ya'ni yeni bir oyat harom qildi. U harom qilgan oyat o'z qolsa an tajma'u baynal ukhtayn aw hurrimat alaykum ummahatukum degan oyatniki oxiridagi davomidagi sizlarning onalaringlar harom qilindi degan oyatniki davomidagi an tajma'u baynal ukhtayn, ya'ni ikki bir tuqqan, ikki qiz qarindoshniki orasini bir nikohda jam qilishinglar sizlarga harom qilindi degan oyat harom qildi. Endi ma oyatmi am? Tajma'u degan baynal ukhtayn degan ma oyatmi? Bu mu am? Ya'ni qanday am desa, ya'ni bu sizlarniki ikki bir tuqqan qarindoshinglarni bir nikohda jam qilishinglar
Xo'y, nikoh bilan uni nikoh o'qitib ozod ayollarni asanglama. Ozod ayollarni asanglama harom. Xo'y, didak bo'lsa mush ikkisi mushu ikki qarindosh didak bo'lsa-mu, qo'l ostidagi didak bo'lgan taqdirda-mu yine uni bir nikohda jam qilishinglar, bir vaqtiga jam qilishinglar nima harom. Endi bu yine birinchi masala var bilayotgan. Azat ayollarni nikoh o'qitgandan keyin andin erkishniki nikohiga o'tadi. Lekin didaklarni so'raganda didaklarni bir odam didak elib, shu didak bilan alayda nikoh to'laqamiz bu didakka. Alayda nikoh o'qitmoqchi bo'ldi. Shunda didak bilan jinsiy munosabat o'tkazgan hamon a didak o'sha odamniki xuddi nikoh o'tganda bo'lib ketadi. U didakni xo'jayinniki balası ya xo'jayinning dadasi hech kim u didakni o'tga qilib uni jinsiy munosabat o'tkazolmaydi. Faqat shu xo'jayin g'alam o'tkazadi. Undan keyin adidakdan tug'ilgan bola nima bo'ldi? Muvalat azotlab tug'iladi. Uni bir alayda nima ketmaydi? Didakka alayda nikoh ketmaydi, to'ylar ketmaydi. Didak deganga. Shuning uchun uni biz fatih qilishlar didak bilan jinsiy munosabat o'tkazishlar nimaga hisob? Nikoh hisob bo'ladi. Ha, demek Ali Kerimallahu vecihideydi. Mana bu ayetki, bu ayet mu yani en tecma'u beynel uhteyn dedi. İki bütkan arasında bir nikah cem kılış haram dedi. Bir cem kılış haram dedi. Nemu olsuma, azat olsuma, didek olsuma, kul olsuma, okşaşla haram. Demek depen fel muharrimu racihun dedi. Muharrim yani haram kılıcı racihtur. Yani bir adet bir mesele var, bir kaydı var. Mesela bir mesele var, muharrim, bir ayet var, haram kılgan. Yani bir ayet var, mubih. Yani kısı butu kılgan, halal kılgan. Bu iki ayet udul karşı kapıgan olsa, el muharrim racih. Muharrim besip kötüdü, muharrim kuşluk. Yani haram kılıcı kuşluk kötüdü. Neymiş ka? Kısı butu diyen gepni kıymesi mümkün olmaydı. Kısı butu diyen gepni kıymesi mümkün olmaydı. Lekin kısı mani kılsan boğmaydı diyen gepni kısı gün oldu. Şunun için muharrim, haram kılıcı racih besip kötüdü. Şunu Ali Kerimallahu vecihim şu kaidini işletip, muharrim racihtur, yani haram kılıcı racihtur dep ki bir tukanını mesela didek boğan, didek boğan ki bir tukanını bir nikahda veti arkalık cem kılış haram diyen petvanı çıkargan. Hem de Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu mu Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu mu Allah Teala'nın yani kavlini dedi Musa İbrahim oladıydı. Ve ibn Mes'ud radıyallahu anhu ceale kavlehu Teala ve ulatul ahmali nasihan li kavlihi Teala vellezine yutevaffevne minkum. Yani İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu Allah Teala'nın ve ulatul ahmal yani sure talaktaki qo'sqidba ayollarning iddetini tugishi ayyadana hamlahun qo'sqidiki shu bolalarni tug'ishi bilanlar tushidi degan ayat Allah Teala'nın vellezine yutevaffevne minkum degan yana vellezine yutevaffevne nisadaki vellezine yutevaffevne minkum ve yadharuna azvacan yeterabbasna bi enfusihinna arba'ate ashhurin ve ashra degan ayat. Yani sizlardan vafot bo'lib ketib ayollari qolib qolganlar o ayollar o'zlari 4 oy 10 kun iddat tutadi degan ayat. Mush ayatni mansukh qiladi. Qanday tarafdan desa hatta ja'ala iddata hamilin tufi anha zawjuha bi wad'il hamli. Hatta Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu qo'sqidva ayolning birisi iyi vafotlab ketgan bo'lsa, qo'sqidva holatida bi wad'il hamli qo'sqidagi bolani tug'ish bilan u ayolniki iddati chiqib ketadi, iddati tugagan bo'ladi deb fatvo bergan. Endi bu masalaning tafsilotiga kelsak, Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu ve Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhular bu meselede mesela qo'sqidva ayollarniki iddati qo'sqidagi bolani tug'gan hamon iddati chiqadi, iddati tugaydi. Bunun masala yo'q. Erlab qolgan ayollarning iddati 4 oy 10 kun iddat tutadi. Onun iddati tugaydi. Bunun masala yo'q. Lekin masala nima deganda bir ayol bor, qo'sqidva chaqasida erlab qoldi. Qo'sqidva chaqasida. Bu ayol kishi qo'sqidagi bolani tug'ish degan oyatni qo'sqidagi bolani tug'sa iddat chiqadigan oyatga amal qilamdi yoki erlab qolgan ayol 4 oy 10 kun iddat tutadigan oyatga amal qilamdi. Masala nima edi? Unda bo'lganlik uchun Abdullah ibn Abbas Ali radhiyallohu anhular
nima deb fatvo bergan? Ikki oyatning orasini, ya'ni muqarrana qilib, ikkinisiga amal qilib, ikki oyatning orasini muvofiqlashtirib, moslashtirib amal qilamiz deb. Agarda yani ikki abadal ajalayn, ya'ni ikki muddatning eng uzunlari. Agar bir ayol 4 oy 10 kundan qusqidi ayol, bu qusqidi ayol 4 oy 10 kundan baldi tug'ib qatgan bo'lsa, 4 oy 10 kun iddat tutadi. Agar qusqidi ayol 4 oy 10 kundan uzoq vaqtda, yani 5-6 oy, 7 oy deganda uzoq vaqtda tug'a bo'lsa, shu tuqqan vaqtida iddatdan chiqadi deb fatvo bergan. Ama bunu anlagan vaqtida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anh deganki, her kim xolasa, men onunla mubahalige çöyle mubahalige. Mubahalede bir gap var arkadaşlar. Mubahale degan Sura Baqarada chiqgan bir nima? Halqa. Yani qul ta'alu, yani kelinglar. Siz valvala siz ailang, balalarni, qizlaringlarni hamma ailangni olib kelinglar. Men bu balalarimni, ailemni hammasini olib ketmiz. Fenec'al la'netallahi alel kâzibin. Hemen yığıp tutup biz aramızda kim yalgancı olsa Allah Teala'nın lanetini aşını kıtmız. Allah Teala'nın yalgancılık olsun deyimiz de. Yani bir meseleni hak aydınlaştırış, hakkı çıkırış için hakkı çıkırış, batılını yok kılış için kıtkan bu davlileşiş. Ne? Allah Teala'nın yalgancılık, Allah Teala'nın gazabeden telaşının üzerinde de bataydı, mubahale de bataydı. Demiş qanday chaqda bir adam o'zining qarashini haqiqatan %100 haqiqatligini bilgan vaqtida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zining tutqani haqiqatan rost to'g'ri ekanligini bilgan uchun dedi. Kim men bilan mubohalaga tushayalsa, men mubohalaga chiqitma. Chunki bu masalada Sura Nisa al-Qusra deydi. Sura Nisa al-Qusra degan qisqa Sura Nisa, ya'ni Sura Talaq. Sura Talaqning yeni bir ismi Nisa al-Qusra. Yani qisqa Sura Nisa deb. Sura Nisa al-Qusra Sura Nisa at-Tula, yani uzun bo'lgan Sura Nisadan keyin nozil bo'lgan. Yani ve ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna degan oyat. Qo'shqidi bor ayollarning iddatining tugashi qo'shqidagi bolani tuqqan hamon tugaydi degan oyat. Nimadan eri vafotlab ketgan ayollar 4 oy 10 kun iddat tutadi degan oyatning keyin nozil bo'lgan. Demak, biz bunda bir demak keyin nozil bo'lgan. Avval nozil bo'lgan oyatni keyin nozil bo'lgan, agar ikkisi qarama-qarshi kelib qolgan ahvolasida keyin nozil bo'lgani avvalgini amaldan qoldirdi. Shu qarshilashib qolgan qismini amaldan qoldirdi. Degan mush usul bo'yicha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu endi ma qo'shqidi bor bir ayol bor, qo'shqidi bor turib ilab qolgan bo'lsa, demak keyin nozil bo'lgan shu qo'shqidagi bor ayollar qo'shqidagi bolani tuqqanda iddati chiqadi degan oyat dastlabda nozil bo'lgan. Eri ulab qolgan ayollar 4 oy 10 kun iddat tutgan oyatniki mushu holatda, mushu sharoitda, mushu eri qo'shqidi batib ulab qolgan sharoitda shuni amaldan qoldirdi va bu ayol qo'shqidi batib eri ulab qolgan ayol 4 oy 10 kun iddat tutmasdan, balki qo'shqidagi bolani qachon tug'sa shu chaqda iddati tugaydi, iddatdan chiqqan bo'ladi deb fatvo bergan. Mana mushundan bir qoida chiqadiki, keyin shunday aytiladi, keyin shunday aytamiz bu qoidani. İlgili nozil bo'lgan oyatni keyin nozil bo'lgan oyat qarama-qarshi kelib qolgan vaqtida amalni qoldira oladi degan qoida mishadi. Endi Musannif rahimahulloh deydi: "Va zalika ammun kulluhu." Mana biz yuqorida so'zlab o'tgan naslar bir 4 tane nasl so'zlab o'tdik yuqorida, 4 tane nasni. Nima masalasi bilan ikki bitqonni birini jam qilish masalasi bilan qo'shqidi battirib ilab qolgan ayolniki nima qilish, halaqa iddat tutish masalasida 4 tane oyat keldik. 4 oyat keldik. Bu 4 oyatning hammasi amun kullu degan, hammasi amdir. Ali radhiyallohu anhu shuni biz madalil keltirdi. Bunda diqqat qilsanglar, Ali radhiyallohu anhu shu dastlabki oyat "Aw ma malakat aymanukum" degan oyat halol qildi. Ya'ni sizlarning qo'l ostinglardagi ayollar sizlarga halol deganda, u ayollar ikkisi bituqan bo'lsa halol, ikkisi qul bo'lsa xolos, ikkisi bituqan bo'lsa halol, bituqan bo'lmasa halol degan bo'ldi. Hammani tushunadi. Am oyatning ma'nosi demakchi. Am oyatning ma'nosi demakchi. Ali radhiyallohu anhu. Anladım. Chunki nima yeni bir oyat masalan yani bir ayet olsa
an tajma'u baynal ukhtayn. Ikki bitqan orasida jamlashinglar harom qilindi deganmi? U ikki bitqan qul bo'lsa-ma, jam qilinmaysizlar. Ozod bo'lsa-ma, jam qilmaysiz degan ma'lummi? Nima? Bu muam. Har ikkisini o'z ichiga olgan am. Masalan, 3-xil deyilgan masalan, qo'sqidi eri vafotlab ketgan ayollar 4 oy 10 kun iddat tutdi degan bu muam masalan. Eri vafotlab ketgan ayol nim bo'lsa-ma, anaqa qo'sqidi bor bo'lsa-ma, qo'sqidi yo'q bo'lsa-ma, eri tugab ketgandan keyin 4 oy 10 kun iddat tutdi degan ma'no chiqadi masalan. Undan keyin va ularlar qo'sqidi bor ayollar qo'sqidagi bayon tuqqanama iddat chiqdi desa, bu qo'sqidagi ayolning eri o'lib qolgan bo'lsin yoki uni eri taloq qilib o'tgan bo'lsin, o'xshashlar. Nima chiqdi? O'xshashlar. Iddati qo'sqidagi bayon tuqqandan keyin chiqib yurdi degan gap. Ya'ni hamma yuqoridagi oyatlarning hammasi am. Elirkamulloh va shu Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu shunamiz am deb deyilgan. Am. Demak, mushuning hammasi amdor. Mana demak oyatlar mushu ma'nolarda agar am bo'lmasa edi, mushu oyatni am deb qaramagan bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shu oyatlarning hammasini am deb qaramagan bo'lsa edi, bunda xafalık tatib bu oyatning ilk nozilligini deb anda biriniki harom qiluvchi, biriniki mubah qiluvchi ekanligini so'zlab, bunda usullarni so'zlab xafalık tatib yurmasama, oyatda Alloh taolo aniyadi, qilmayadi, oyatda ma'niyadi, qilmayadi, qilmaganda bilan xaslashtirayotgan bo'lsa, g'alasa ketdi. Balki anda emas. Endi biz 5 dersimizni 5 so'zlab o'tib biz İmam Şafii bilan amning hamma narsani o'z ichiga atu degan ko'z qarashda bir kelgan bilan, lekin biz qat'iy yo'l bilan atu dedik. İmam Şafii biraz shubha va ehtimolli xosini ehtimolli qoyilda atu dedi. Bu shuni so'zlab bilindi. Indash Şafii rahimahullah huwa dalilun fihi shubhatun. Endi am degan İmam Şafii rahimahullah'ın göz qarashida shubhi bor bir dalildir. Yani nima shubhi bor degan, bunun xosligining, bunun xos bo'lib qolish ehtimolligi. Yüzde yani xos mutlaq xos bo'lib qolish ehtimolligi bor. Qo'yi bir dalildan bo'lsin, qo'yi bir dalildan bo'lmasin. Dalil kelsin, kelmasin xos bo'lib qolish ehtimolligi bor. Deydi İmam Şafii rahimahullah. Anda qanday gap chiqdi bu yerdan? Fayajuzu taxsisuhu bi xabaril vahidi vel qiyas. Anda olganda amni xabar vahid bilan, yani xabar vahid degan gap bir sahabi, ikki sahabi rivoyat qilgan hadislar bilan vel qiyas degan va qiyas bilan xos amni xosga aylantirib o'tish joiz bo'ladi. Hech qanday masala yo'q. Amni xosga aylantirib o'tkaziladi. Chunki bu anda dalili zanni bo'lgandan bu. Dalili zanni bilan sabit bo'lgandan amning hukmi uni biz xosga aylantirib o'tiramiz deydi İmam Şafii rahimahullah. Onu delil keltirib deydiki, li'anna kulla 'amin yahtamilu at-takhsis ve huwa sha'i'un fihi deydi İmam Şafii rahimahullah. Çünkü her qandaq amda taxsisning ehtimoli var. Degan her qandaq amda xosga aylanish, xos bo'lib qolishning ehtimoli var. Ve huwa degan u xoslik degan ma illat, xoslik degan ma ish amning her bir apparatlarida, amning her bir qismida nima taraf ketilik o, o'rtaq. Amning hamma tarafida bor. Her bir tarafini bo'lib qolishi mumkin, xos bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan amda shubhi bo'lgan bir dalil bu amning hukmi deydi İmam Şafii rahimahullah. Ve indana amdi Musannif rahimahullah bizning dalilimizni so'zlab o'tadi. Ve indana degan Hanafilarning ko'z qarashida huwa qat'iyyun musawin lil khassi deydi. Bu amning hukmi bizning ko'z qarashimizda amning hukmi hukmul am qat'iydir. Yani hukmul am qat'iy. Bu kesimlik bilan keskin hukmni vojib qildi. Bu yerda am hukmni biz kelgan bo'lsa, bu keskin hukmni vojib qildi. Xuddi nima o'xshaydi? Musawil lil khas. Xasga o'xshash. Xasga barobar. Xas bilan tang-mutang. Darajatda amning darajasi xos bilan tang-mutang. Hech qanday kamchiligi yo'q. Endi farqni bizga so'zlab o'tadim. Farq qanday edi farq deganda? Va sayaji'u ma'nal qat'i. Qat'iy deganning ma'nosi pat ayriketu. Qat'iy degan dalil qat'iy degan gap deganning ma'nosi
Sağa otsan patlar git. Hem de azıcık kısaca söyleyip bitip delil kat'i degan gap. Yani bu bir delil kat'i desek, birinciden delil kat'i degan mesela Kur'an-ı Kerim'nin ayeti bilen, hadis mutawatir bilen sabit bo'lgan nimalarning bir hukmning bir delil kat'i. Kur'an'ın ayeti, hadis mutawatirli bir delil kat'i budu. Bunun bilan sabit bo'lgan hukm delil kat'i bilan sabit bo'lgan hukm budu. Endi kat'i degan nima gap desa, kat'i degan yani bunun bu hükümdeki bu kelgen mesela ca'al muslimun dese Müslümanlar hem dünyadagi Müslümanlar ölçüge atı desek hem Müslümanlar ölçüge atı degan gap %100. Buniki ya 99 atı ya 10 atı ya 20 atı degan ihtimal kat'i yok degan gap. Kat'i yok. Bu çokum %100% aşuna atı. Fakatlam illaki fakatlam bir delilimiz şu ayetin üzüdün. Şu ayetin okşaş derecelik ayetimiz gelip meğerdeki Müslüman degan gapten bir kısım Müslümanlar ya mançıdan Müslümanlar murad degan delil kep qalsa şu ayetning o'zidan o'xshash derecelik ha mutavatir derecelik ayetimiz kep qalsa uni keyin buni xoslashtira lekin anda delil bo'lmasa delilsiz holatda uni bilan delilchisi tang emas delil kep qolgan taqdirda unga ta'sir ko'rsatmaydi u deydi. Qat degani mana shu. Fala yajuzu takhsisuhu bi wahidin minhuma. Anda bo'lgandikin deydi Sadr Şer'i rahimahullah. Amne bu haber vahid ve kıyasdan ibaret bu iki delilin bir bilen xoslaştırılıb olmaydı. Ve ma lam yukhassa bi qat'i degan madami ki qat'i bilen delil qat'i bilen xos qilinmasa yani şu o'xshash dereceli Kur'an'ın ayeti yoki hadis mutawatir bilen xos qilinmasa anda hadis ahad bilen ve hadis adet qiyas bilen am xos qilinib qolmaydi. Nimiş kaldım li annal lafza amdazı bir vad'i delilini nekdim tilgai delilini nekdim. Li annal lafza çünkü lafız yani söz degan meta vudi'a li ma'nan kana zalikel ma'na laziman lahu. Söz kaçan birer ma'niga qo'yilsa bir söz kaçan birer ma'niga qo'yilsa aşu söz aşu ma'niga chaqishib qoldi. Aşu ma'nini lazım tutdi. Yani qo'yilsa laziman lahu. Aşu ma'na aşu sözün çalıştıydı. O ma'ni bilan geldi, söz bilan qattiq yok bakan bakaga. Sebepsizden bilan qattiq yok. Çokum aşu ma'ni şu sözünü lazım tutup şu söz bilan bilan turdu. Mesela biz Esed degan gapni bir rizqo'ch hayvonga shir degan bir hayvon qo'ygan bo'lsak, bu shu hayvon ashundan qalab tuydi. Bakan onun ötkülüp gelmiydi. Qanday ötkülüp ketadi bir qayina mesela. Ra'aytu asadan yermi desek, ra'aytu asadan ben bir shirini ko'rdim desek, shir bo'laydi. Ra'aytu asadan yerman o'q atayotgan bir shirini ko'rdim desek o'joqdan. O'q atayotgan shirdek bir jasarlik odam ko'rdim, shu chaqda o'ladi. Bakadim o'lib ketmaydi u. İlla an tadulla qarina men degan gap. İlla an tadulla qarina ala khilafi. Degan faqatlam ashuniki, ashu ma'niki qarshi ma'nisiga dalolat qilgan birdan qarina xuddi ra'aytu asadan yermi degandek men o'q atayotgan bir shirini ko'rdim deb o'q atayotgan degan bir gap yaqinda bo'lib qolsa, shu chaqda o'rdalaydi uni. Bilak ma'niga. Xuddi amningmi xos qo'yilishi shunga o'xshash gap. Walau jaza iradatul ba'di agar amniki ba'zi amning bir qismini hech qanday bir qarinisiz iroda qilish joiz bo'lsa edi. Muslimun deb kelsa, butun dunyodagi musulmonlar yoki ya ayyuhallazina amanu deb kelsa, ey mu'minlar desa masalan. Butun dunyodagi mu'minlarni o'lchiga olmaydigan, faqat o'lchiga olmaydigan ish bo'lib qolgan bo'lsa, yertafi'ul amanu anil lug'ati va shar degan til va shariatning butunlay nima xotirjamlik aman esenlik ko'tarilib ketadi u chaqda. Xotirjam bo'lmaydi. Jadi tilg'imi qilmaydi. Ya ayyuhallazina amanu desa, ey mu'minlar desa Alloh taolo. Birisi qilib, ey mu'minlar degan abi 100 dona musulmon yoki 1000 dona musulmon degan bo'lsa, yoshi Makka ahlidagi payg'ambar sollallohu sahobalar ham degan bo'ldi. Qolgan qiyomatga qadar ya bilak yerdagi odamligi degan bo'lmaydi deb chiqsa, u chaqda chataq chiqdi u yerdan. Andash yo'q bu yerda. U ya ayyuhallazina amanu degan gap, shu iman etqanlar degan butun iman etqanni birini o'lchigadi. Hammani o'lchigadi. Nimiş qildi? Li'anna xitabat şer'i amma. Çünkü şeriatning xitoblari hammasi am, yuqorida so'zlab o'tgandek. Endi vel ihtimal yeni bir sabit. Vel ihtimalul ghayrun nashi'u anid dalili la yu'tabar. Yani
Delilden payda bo'lmagan ehtimollik uni qatag'a qilolmaydi, inovatsiz. Anladın? Şöyle ettik o. İmam Şafii deydi, amniki mutlak ihtimal, amnın mutlak. Hoy delillen bolsun, hoy delilsiz bolsun, mutlak has buluş ihtimali var, ihtimallığı var. Deydi o. Biz deyimiz, amnın eğer bir delilden biz kelse, okşaş derecelik delilden biz kelse, onun dinkin hasılap kılış ihtimallık var, lakin anda delil gelmezse bakağı hasılap kılış ihtimallık yok deyimiz, biz deyimiz. Fe ihtimalul hususi huna emdi amnikki hasılap kılış ihtimallık bu yerde deydi rahimahullah ke ihtimalil mecazi fil khasi xuddi xastiki mecazının ihtimali okşaydı. Xastiki mecazının ihtimali okşaydı. Ama şöyle bitkendik. Mesela ra'aytu asadan yermeydi. Ben bir şeyini gördüm dese bu hakikat manası. Şeyini mi? Eğer ra'aytu asadan yermeydi bir tane ne gap qalsa şu gapni ulab cümle ulab ne bileyim gap qalsa yermeydi bir qayt o'qitib atgan degan bir qayt gap qalsa bu chaqda inson o'yladi. Xuddi shunga o'xshaydi. Amniki xas qardish bu shunga o'xshaydi deydi. Fattakidu yaj'aluhu muhkama. Endi fattakidu yaj'aluhu muhkaman. Beştiki nima javob betamdi. Shu beştiki Eş'ariyle secedel melaiketu kulluhum ecma'un degan malaikelerin hammasi bir yo'lda secde qildi degan oyatdagi agar hammani o'ziga olgan bo'lsa, o'zidagi apparatlarning kullun ecma'u degan ta'kidlarni akademigan bo'ladi deganiga javob berib, bu yerdagi ta'kid fa ta'kid, bu ta'kid amga ta'kid keltirish ba'zi vaqtlarda nima uchun desa yaj'aluhu muhkama, u amni muhkam qildi degan. Chin muhkem deganni dersin ki vaqt kelganda bilasizlar, biz so'zlab o'tdik ilgari. Masalan, so'zdan bir ma'noning oshkor chiqishi yoki maxfiy chiqishida to'rtga bo'lib biz uni nimaga qildik? Oshkor chiqishini to'rtga bo'lib zohir, nas, mufassal, muhkem deb bilgan. Muhkem deganning qat'iy qanday mansux bo'lish ehtimolligi yo'q. Muhkemning mansux bo'lish ehtimolligi yo'q. Ya'ni muhkem ko'tarilganda Alloh taolo fasildan malaikat kulluhum ecmaun desa, malaiklar hammasi bu yo'lda sajda qildi desa, u malaikaning bir dona malaikaning qalb qilish ehtimolligi abadan yo'q. Agar kulluhum ecmaun demasa, demagan vaqtida agar dalildan biz kelib qolsa, fasildan malaikat kulluhum ecmaun desa, fasildan malaikatu illa iblis, iblis ferishta emasayni. Ashuni o'rniga illa bir ferishta sajda qilmay qolib qoldi deb oyat kelib qolsa, xosulash ehtimolligi bo'ldi. Lekin kulluhum ecmaun degan oyat kelgandan anda bir xos gap qilishning ehtimolligi yo'q, uzib yo'qlab ketadi. Shuni muhkam darajasiga ko'tarish uchun andan ta'kidlanadi, am degan ta'kidlansa. Amni xos qilish uchun emas, amning xoslab qolganligi hammani ichiga olmaganlik uchun ta'kidlanmaydi, balki amni muhkam darajasiga ko'tarish uchun ta'kidlanadi. Va idza sabata hada. Endi bizning yuqorida so'zlab o'tganimiz amniki hukmining qat'iy ekanligi va İmam Şafii'niki bununla qarşı qilib kelganligi hammasi yuqorida o'tirga hammadan kallandı aydınlıq bo'lgan bo'lsa, qarab bo'lgan bo'lsa, endi biz yeni bir mazmun o'tkazamiz deydi. Fa in ta'aradal khas wal 'am, agar xos am qarshi kelib qolsa, o'zaro qarshi kelib qolsa, xos bir ishni qilmaydi deydi, am o'shni qilmaysiz deydi masalan. Fa ta'kidu nima? Fa illam yu'lam de bunun qanday qilamiz deganda usul va eng muhim usul mishadiki. Fa illam yu'lamit tarihu humila alal muqarana. Agar bu xasulan amniki tarixi bilinmay qolsa, muqaranaga hamla qilinadi, muqaranaga yetkaziladi, muqaranaga. Ama muqarana degan nima? Muqarana degan gap har ikkisiga amal qilib, har ikkisiga amal qilish. Har ikkisiga birga amal qilish degan gap. Endi bu usulni biz so'zlab o'tdik. Agarda bunda bir usul bor. Hozir o'zingiz tushuntirib bitmaydi. Fa inda Şafii, İmam Şafii rahimehullah'ın ko'z qarashida yaxussu bihi. Agar am bilan xos qarama-qarshi kelib qolsa, bu ikkisining tarixi bilinmasa, am xosolab ketadi. Nimishqa? Chunki İmam Şafii aslida amni nima usulimiz bor? Şübhə delil, keskin delil emas deb tuğanlıq üçün
xasni keskin delil deyishda İmam Şafii'yle biz ittifaq. Xas keskin delil olgandan keyin kuchlig'i jami kuchi yo'qni yiqitib xasga aylanib o'tadi deydi İmam Şafii rahimehullah. Lekin bizde anday emas. Va indana bizning ko'z qarashimizda biz xas bilan amni o'xshash dedik-ku, o'xshash kuchli deydi degandan keyin bizning ko'z qarashimizda yathbutu hukmut ta'arud degan qarama-qarshilikning hukmi sabit bo'lib, qanday jihat sabit bo'ldi fi qadari ma tanawalahu degan shu ikkisi xas bilan am o'z ichiga olgan. Am hammani o'z ichiga olgan bo'lsa, xas bir qismini o'z ichiga olgan bo'lsa, o'z ichiga olgan miqdorda qarama-qarshilik sabit bo'ldi. O'z ichiga olgan miqdorda. Endi buni qanday hal qilamiz? Hal qilish usuli esa va in kana al-ammu agar am mutaakhirun agar am xasdan keyin nozil bo'lgan bo'lsa, yuqoridagi nima Ali radhiyallohu anhu dalil keltirgandek ashki amniki bisi nozil bisdan keyin nozil bo'lganligi uchun nima Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dalil keltirganida ikkisining bisdan keyin nozil bo'lganligi uchun keyin nozil bo'lganini baldi nozil bo'lganini mansub qildi dedi. Mana shu qoida bo'yicha. Agar am nimadan xosdan keyin nozil bo'lgan bo'lsa, yansixul xos nasaxa yansixu yani yansixul xos xosni amaldan qoldirdi. Am xosdan keyin nozil bo'lgan bo'lsa, xosni amaldan qoldirdi. Indana degan bizning ko'z qarashimizda. Chunki har ikkisi o'xshash darajalik. Va in kanal xossu va agar xos mutaakhiran degan xas keyin nozil bo'lgan bo'lsa, xas amdan keyin nozil bo'lgan bo'lsa, bunda ikki surat amdir. Fa in kana mavsulan agar bu xas amdan keyin nozil bo'lgan xas ikkisi bir yer ulashib kelgan, ya'ni am oyatning keyin ham xas oyat billah ulush bilan kelgan bo'lsa, yuxassisuhu bu joqda amni xasga aylantirdi. Bu xas nima ataladi? Xaslangan, xasga aylantirilgan am deb ataladi joqda. Ve in kana mutarakiyen agar bu xas anda ulanib kelmaya, agar bu xas keyin nozil bo'lgan xas amga ulanib kelmay, üzülib ketgan bo'lsa, orliqda vaqt bo'lib üzülib ketib kelgan bo'lsa, u chaqda xas nimani xaslashtirmay, amni xaslashtirmay, u chaqda amni yansihu degan mansub amaldan qoldirdi. Fi zalikal qadar degan hammasi demasa fi zalikal qadar. Shu qadarda bas. Yani mesela bir amba, o am ayet nazil oldu, onun kendinden yani bilek bir yerde, birinci vaktin kendini bilek bir yerde bir nimimiz nazil oldu. Xas ayetimiz nazil oldu. Bu ikisi kendisi bilinmedi. Vakti xasının badi xas kendiki bilinmedi. Bilinmegen çağda bunu qanday qilamiz deganda, shu keyin üzüp keyin nazil bo'lgan xas shu amning hammasi emas, balki amniki shu xas o'ziga chiqib olgan qismini g'ana. Xas degan gap bilasini o'ngchilash, xaslash degan gap. Shu amniki ichidagi am bilasini hammani olmaydi-ku. Xas bir qismini olmaydi. Shu bir qismini g'ana xaslar o'ziga xaslab amaldan qoldirdi. Shu amniki shu bir qismini g'ana amaldan qoldirdi. Shuni bilan bu chaqda bu keyin nozil bo'lgan nima? Oyliqda mutaraxi degan üzülüp nozil bo'lgan nimadan amdan keyin oyliqda üzülgan, undan keyin amdan keyin nozil bo'lgan xas, amdan keyin nozil bo'lgan xas nima qildi? Shu o'zining xasning miqdoridan bo'lgan qismini amaldan qoldirdi, amniki. Shu qismini amaldan qoldirdi. Amning qolgan qismi nima pet qilyapti? Shu qat'iy peti qilyapti. U amal qilmayapti qat'iy petida. Lekin endi nimish hatta la yakuna al-ammu mukhassas amman mukhassasan. Nimish qilmanda deymiz deganda am mukhassas taxsis qilingan am bo'lib qolmasin deb. Ma am ya'ni nima qilish amdan keyin nozillab xas, undan keyin yüzü ayrıqı üzülüb ketib, amniki bir qismini o'ziga tavagi bo'lgan, aloqasi bo'lgan qismini amaldan qoldirgan am muxassasga o'xshashib qolamiz. Am muxassas degan ayrıq üzülüb ketmagay, ulashib turganni ikkisi ulashib kelgan. Am keldi, amning ulush bilan xas keldi. Mavu am muxassas deb ataladi. Mavun ismi am muxassas. Endi anda üzülüb ketib kelgan uchun bu nima? Am muxassas olmaydi joqda. Am ba'zisi mansub qilingan am bo'ldi joqda. Bir qismi mansub qilingan, lekin
farqi nima? Am muxassas am muxassas nima bo'lib qoldi? Muxassas taksirlab bo'lgandan keyin nimaga zanniga aylanib qoldi. Uni hadis vahid, ya'ni hadis ahad bilan qiyos bilan uni taksir qilib berib qolgan juz'isini. Lekin mavzusundagi oyliqdagi uzilib ketib kelgan am, unda urinib kelmay, üzülüp ketib kelgan am, undan xos uniki bir qismini mansub qilgan amniki bo'lsa, qolib qolgan qismi shu o'zining qat'iylik darajasida qilib va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin bi rahmatika ya arhamar rahimin.